bloger avazda men tikkasiga mashennik deydigan bo'lsam, o'zi aytmasa ham blogerda tarafini oladigan insonlar sen tuhmat qilyapsan degan gapni gapirishadi. Ot shuning uchun men sizlarga po faktu bitta videoni ko'rsatib turib, o'zimni shaxsiy fikrimni bildirib o'tib ketaman va videoda oxirida sizlar o'zingizlarning xulosalarni kommentariyaga yozib ketasizlar. Xohlinglar mashennik deylar, xohlinglar farishta inson deylar, xullas kommentariyani sizlarning ixtiyoringlarga topshiraman. Xullas bilsanglar, bloger Avaz marhuma Nozimani ishidan keyin 15 mingga yaqin video rasmlarini, ya'ni 7 yil 8 yillik mehnatini bir kunning ichida heyo beyo o'zidan o'zi videolarda o'chirib tashlaydi. O'chirib tashlagandan keyin odamlarga interes bo'ladi. Nimaga bu videolarni o'chirib tashladi? Demak, qanaqadir aybi bor degan shubha paydo bo'ladi. Va bu savolni blogerga berilganda blogerdan ikki xil javob chiqadi. Ya'ni boshida shunaqa javob berdiki, menga buyruq keldi, shuning uchun o'chirib tashladim degan gapni gapirgan. Lekin oradan 1 oy, 1,5 oy, 2 oy o'tgandan keyin yana shu savol yana blogerga berilganda, bloger aytdiki, ertaman turganimdan keyin bu ishni qilgim kelmay qoldi. Odamlarga yaxshilik qilgandan ko'ra itga suv berganim yaxshi ekan. Odamlar yaxshilikni bilmar ekan. Va shuning uchun bo'ldi, odamlarga endi yaxshilik qilmayman degan gapni gapiradi. Xullas, ehson temasidan bloger uzoqlashadi. Kerak bo'lsa Koreyaga osh qilib chaqirishadigan bo'lsa ham men qaytib kelmayman degan gaplarni gapiradi. Men hammasini yig'ishtirib, hali aytgan gapim. Bir chiroyli, sokin, tinch hayotda yashamoqchiman. Koreyaga osh qilib chaqirsa ham yoki sayohat uchun ham men kelmayman. Lekin oxirgi kunlarga kelib bloger yana ehson temasiga qaytishni boshladi. Endi ehson qiladigan bo'lsa qilsin, meni pretenziyam yo'q. Lekin blogerga shuncha gap so'z problema kamlik qilib shekilli dal shqovun tushirishda davom etyapti. Ya'ni mana bu videoni bitta ko'ringlar-da. Mana shu opani mana nomeringizni ayting, men yozib qo'yay. O'sha Sirdaryo dedingizmi, qayerdan dedingiz? Surxondaryo. Surxondaryolik opamiz. Necha nomeringiz? 93lik. Endi qo'limdan kelgani ayni daqiqada shu opa 93lik, xo'p. 244 244 9201 244 9201. Ko'rgan bo'lsanglar, bu adashmasam plus minus 2 hafta oldin bir ayolga efir orqali ehson yig'ib beryapti. Ya'ni bloger aytayaptiki, opa nomeringizni ayting, shu yerga yozib qo'yaman, mendan sizga yordam bo'ladi deb turib, harga ayolning nomerini yozib qoldiryapti. Eng qizig'i u ayol hali nomerni to'liq aytib bo'lmasdan turib bloger nomerni yozib qoldiryapti. Endi biz bu holatda nima deb tushunishimiz kerak? Xo'p, kelinglar sizlarga bir boshqacharoq pozitsiya bilan tushuntirishga harakat qilaman. Mashennik deganda hamma har xil tushunadi. Kimdir firibgar degan ma'noda tushunsa, kimdir yolg'onchi degan ma'noda tushunadi. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu ko'rsatgan videoyim mashennik, ya'ni firibgar deyishimizga asos bo'la oladimi, yo'qmi? Agar firibgar deyishga asos bo'la oladigan bo'lsa, qanday deb tushunishimiz mumkin? Bloger endi ehson yig'adigan bo'lsa, shuncha gap so'zdan keyin o'zini karta nomerlarini qo'ya olmaydi. Va shuning uchun bu o'zini tanishini go'yoki kasal qilib ko'rsatib turib, o'zini tanishini kartasiga ehson yig'di deb tushunishimiz mumkin. Agar yo'q, bu narsa mashennik, ya'ni firibgar deyishimizga asos bo'la olmaydi deydigan bo'lsak, unda yolg'onchi deyishimizga %100 asos bo'la oladi. Nimaga? Chunki tasavvur qilinglar, haqiqatdan bu ayol blogerda tanishmas, birinchi marta gaplashayotgan bo'lsa, bu ayol blogerda lichkasiga yozgan. Avazbek, men qiynalib qoldim, ehson yig'ib bering deb turib karta nomerlarini tashlagan bo'lsa, вот shunda bloger efirda yaqib turib, opa nomeringizni ayting deganda, faqat nomerni shu lichkadan kopirovat qilib turib Instagramiga joylashtirgan deb turib tasavvur qilaylik. Yoki shunga o'xshagan versiya bo'lgan deb tasavvur qilaylik. Agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, unda nima keragi bor edi ko'zbo'yamachilik qilib, ya'ni xalqni aldab, go'yoki un bilan endi gaplashayotgandek, nomerini endi eshitib turgandek va nomerini eshitib yozayotgandek qilib ko'rsatishdi nima keragi bor edi? Agar haqiqatdan shunga o'xshagan versiya bo'lgan bo'lsa, bloger nima deyish kerak edi, bilasizlarmi? Opa, siz meni lichkamga yordam so'rab yozdingiz, qanaqadir nomer tashladingiz. Bu nomerga karta nomer ulanganmi? Agar karta nomer ulangan bo'lsa, men shu nomerni hozir efirimga qo'yib qo'yaman-da, mendan sizga yordam bo'ladi deganda edi, hech qanaqa problema bo'lmagan bo'lardi. Lekin bloger
o'zini как будто eshitib nomerni yozayotgandek qilib ko'rsatdi, lekin u ayol nomerni aytib bo'lmasidan turib nomerni joylashtirib qo'ydi. Ya'ni shubhali holat bo'lib qoldi. Shundan keyin mana endi o'zingizlarning xulosalarni yozsanglar bo'ladi. Xohlaylar moshennik deylar, xohlaylar farishta inson ekan deylar. Xulosani o'zingizlar chiqaringlar.